Assalomu alaykum. Bugun sizlar bilan xom semizlik, ya'ni ko'plab insonlarda uchrayotgan obezit, ya'ni semizlik haqida gaplashamiz. Hozirgi kunda deyarli ko'plab xonadonlarda uchrayotgan va aziyat chekayotgan insonlar asosan nimadan aziyat chekyapti? Xom semizlikdan. O'zini-o'zi semirib ketishlik, tez vazn yig'ishlik va uni evazidan kelib chiqayotgan kasalliklar. Oddiy qilib aytganda, semizlik bu shunchaki tashqi ko'rinish masalasi emas-da. Xom semizlikning orqasida eng dahshatli kasalliklardan biri hozirgi kunda ko'plab duch kelayotgan mavzularimizdan biri bu bepushtlik, ya'ni befarzandlik. Semirib ketish evaziga insonda testosteron ishlab chiqarish kamayib ketadi. Sabab tanada yog' miqdori ko'paygani hisobiga harakat va testosteronning kamayishiga sabab bo'lib qoladi. Bu esa albatta befarzandlik bo'lishimiz uchun eng kuchli sabablardan biri hisoblanadi. Keyingi masala, keyingisi gepatitlar, ya'ni sirrozlar, jigar buzilishiga olib keladi. Agar tanada jigar faoliyati buzilishni boshlasa, birinchi navbatda yurak qon tomirlariga beradi, orqa ensaga beradi, qo'l oyoq muzlashni boshlaydi. Ko'plab insonlarda ishemiya bo'lib qolibdi, boshqa holat bo'lib qolibdi. Asosan semiz insonlarda ko'plab uchrab turadi. Nimaga? Chunki ularda уже jigar atrofini yog' bosibdi, yog'lanib qolibdi jigaringiz atrofi deyishadi. Buni evaziga esa jigar faoliyati qisqaradi, ya'ni kengayib ishlashi kamayadi. Buni evaziga esa yuqorida aytgan kasalliklarimiz vujudga kelishni boshlaydi. Undan keyin esa oshqozondagi muammolar va eng asosiysi diabet, ya'ni sahrlarga ham juda katta ta'sir ko'rsatmasdan qolmaydi. Chunki tanada gormonal o'zgarishlar boshlangandan keyin o'z-o'zidan hozirgi xonadonda deyarli 90% xonadonlarda sahrli diabet uchrayapti. Buning eng asosiy sabablaridan biri yuqorida aytganimdek xom semizlik. Bu nafaqat yosh kattalarda, balki yoshlarda ham juda keng uchramoqda. Hozir ko'plab yoshlarni kuzatadigan bo'lsangiz, semirib ketgan, misol uchun yoki beso'naqay bo'lib ketgan, jasadiga nisbatan, yoshiga nisbatan jasadi katta bo'lib ketgan. Ya'ni oddiy qilib aytganda, hozirgi kunda semirish bu modaga aylandi. Semirish shunchaki butun hayotimizni egallab olyapti. Atrofda deyarli ko'p insonlarda semizlik va mana shuni hisobidan yana bir kasalliklardan biri skeletlarimiz deformatsiyasi. Ya'ni suyaklarimizda bo'shashishlar, tez harakatni kamayishi, bo'g'imdagi og'riqlar va uning evaziga esa suyaklarni almashuv davri qisqarishi boshlangan. Buni evaziga nima bo'lyapti? Buni evaziga umr qisqarishi boshlangan. Ya'ni biz o'zimiz kasalliklarga o'zimizni ko'tarib boryapmiz. Nega bu kasallik hozirgi kunda keng tarqalyapti? Hammamiz bilgan va hammamiz rioya qilmayotgan birinchi navbatda ovqatlanish tartibimiz buzilgan. Yeyotgan ovqatimiz deyarli katta qismiga keraksiz ozuqalar qo'shilgan. Ya'ni o'zini asl tarkibi yo'qotilgan. Pomidor, badring, nimaga bo'lsa dori qo'shilyapti. Nima bo'lsa dorivor holatda katta bo'lyapti va buni evaziga ana shu dorivor holatlar bizni ham organizmimizga tushyapti. Ikkinchisi, uyqusizlik. Hozir hech kimda normal uyqu yo'q desam ham bo'ladi. Bo'lishi mumkin kamdan kam insonlar, lekin juda ko'p insonlarda uyqu buzilib bo'lgan. Kim 9 uxlayapti? Oddiy savol sizga. Kamdan kam holatda 9 uxlatilyapti. Kerak bo'lsa yosh bolamizni ham 11-12 gacha ko'tarib yuribmiz, televizor ko'ryapmiz, boshqa holatlar uyqu buzilgan. Yashash tarzimizni gapirmasak ham bo'ladi. Asabiylik, stress, shoshmasdan yurmaslikning iloji yo'q. Har nima joyga shoshib yuribmiz. Ovqatlanish tartibimiz yuqorida aytgandek buzilib bo'lgan. Biz jonli narsalarni kam yeyapmiz. Buni evaziga esa bizni tanamizda kerakli oqsillar, kerakli moddalar kamayib ketyapti va eng asosiysi bizda harakatlar sustlashganligi. Xafa bo'lmang, mashinangiz bo'ladigan bo'lsa 100 metr yoki 200 metr naryadagi do'konga ham o'sha mashinani yoqib, mashina chiqib keladigan darajada erinchoq bo'lib qoldik. Kerak bo'lsa nevaramizni jo'natadigan bo'lib qoldik, yo bo'lmasa boshqasini. O'zimiz o'sha ishni qilishdan uzoqlashdik. Piyoda yurishlar, harakatlar kamayyapti. Ya'ni zamon rivojlanyapti va shunga yarasha bizni dangasa ham qilib qo'yapti. Harakatlarimiz kamayib ketyapti. Yurishlarimiz kamayib ketyapti. Ya'ni kerakli harakatlar qilmayapmiz. Ko'pchilik aytadi, men rahmatulloh, men har kuni to'yga boraman, har kuni izdihomga boraman deyishadi. To'g'ri, lekin bizni organizmimizga kerakli bo'ladigan maxsus mashqlar, maxsus harakatlarni qilmayapti. Qachon oxirgi marta yer chopdingiz yoki qachon oxirgi marta uyni mazza qilib shupirdingiz? Bir boshidan-da, pilisos bor, uni degan pilososni ong'illatib qo'yapmiz. Tushuntira olyapman. Ya'ni harakatsizlik bizda juda ham ko'payib ketdi. Buning evazida bizda nima paydo bo'lyapti? Moddalar almashuvi, ya'ni metabolizmning buzilishi. Ya'ni oddiy qilib aytadigan bo'lsam, ich qotishi. Bir kunda bir mahal kelsa xursandmiz.
baraka topki bir kunda 2 mahal kelish kerak. Ba'zilar keladi, rahmatulloh men ichib 3 kunda keladi, 5 kunda keladi. Mana shu kursimizda ham bo'lib o'tdi, bittasidan ichib 5 kunda kelar ekan. Ishladik, muolajalar bo'ldi, mashg'ulotlarni berdik. Mana hozirda bir kunda 5-6 mahalgacha keldik xursand. Qarangda, metabolizm holatini yaxshilaydigan bo'lsak, tana o'zini holatini tiklashni boshlaydi. Semizlikdan qutulmoqchimisiz? Unda men aytadigan narsalarga diqqat bilan quloq soling. Birinchi navbatda shuni esda tuting. Keraksiz tarkibi o'zgartirilgan ozuqalarni yeyishdan tiyiling. Misol uchun fast food mahsulotlari, yarim tayyor mahsulotlar, tovuqlar misol uchun, grill, boshqa narsalar. To'g'ri, hammamizda nafs bor, hammamiz yegimiz keladi, lekin siz ozmoqchimisiz? Biroz o'zingizga e'tibor bering, tanangizga rahmingiz kelsin. Mana shu narsalardan tiyilishimiz kerak. Ikkinchisi, suv ichishni ko'paytirishimiz kerak. Bir kunda kamida 1,5-2 litr suv ichsangiz yetadi. Suv nima qiladi? Suv insonni tez ochtiradi, ochish holatlari kuzatiladi va undan tashqari ochish hisobiga tanada ovqat yemasdan yurasiz-ku, ana shu paytda yog'larni yeyishni boshlaydi tana. Yog'larni yo'qotishni boshlaydi. Va undan tashqari bir narsaga diqqat bilan tushunib oling, suv ham har xil bo'ladi. Yutimi yengil bo'lsagina sizga foydaliroq. Yutimi og'ir bo'lgan suvni uni o'zini hazm bo'lishi ham qiyin-da. Tushuntira oldimmi? Yutimi yengil bo'lsa, yutimi og'ir suvni hazm qilishga ham biz qiynalamiz. Uchinchisi, refinalangan tuz, shakar, tarkibi o'zgartirilgan yog' mahsulotlarini iste'mol qilishdan o'zingizni cheklang. Bular tez hazm bo'ladi va ichki organizm faoliyatini izdan chiqarib yuboradi. Keyingisi, to'rtinchisi, birdaniga ovqat yeyishni kamaytirish bu eng katta xato. Ko'pchilik inson ozmoqchiman deydi, fitnesga boradi, keskin ravishda ovqat tarkibini shuni o'zgartirib yuboradi. Non yeyishni bo'ldi, yemaydi, shuni to'xtatib qo'yadi. Bu boshqa kasalliklarni kelib chiqishiga sabab bo'lishi mumkin. Shuning uchun birdaniga voz kechish mumkin emas. Ko'pchilik eshitgan bo'lsa ham kerak. Misol uchun sigaret chekadigan inson sigaret tashlab yuborsa, chekmay qo'ysa, stress bo'lgan paytda chekmasa mabodo, o'sha holatda insult yoki infarkt holatlari yuzaga keladi. Juda ko'p statistikalar kuzatadigan bo'lsak, mana shu chekish tashlagandan keyin chekmaganligining evaziga u birdaniga tashlab olish bu xato. Shuning uchun sizlarga ham maslahatim, birdaniga ovqat yeyishdan chiqib ketishlik bu yaxshi emas. Asta-sekinlik bilan tanani shunga moslashtirishimiz kerak. Asta-sekinlik bilan tanani shu holatga tayyorlashimiz kerak. Ya'ni qanday? Misol uchun bir kunda 3 kosa ovqat yeyotgan bo'lsangiz, 2,5 kosaga tushiring. Endi yarim kosa sabzavot yoki mevalar iste'mol qilishni yo'lga qo'ying. Asta-sekin mana shu tartibda hayotingizda yeyotgan ovqatlanish tartibingizni o'zgartiring. Ana shunda sizning holatingiz o'zgarishni boshlaydi. Va undan keyin roza tutishni boshlang. Yomonsa 3 kunlik, misol uchun ochlik metodikalarini qilsangiz foydali bo'ladi. Buni ham birdaniga emas, boshlanishiga 12 soat, keyin 24 soat, keyin 36 soat, keyin 48 soat. Mana shu tartibda 3 kungacha, bitta ochlik qilganda 3 kungacha boradigan bo'lsangiz, sizni ozishingizga juda katta foyda beradi. Bir narsani yaxshilab tushuning. Oshqozon ichak faoliyatini yaxshilash uchun jigarni tozalash kerak. Jigar tozalanishi uchun esa yuqorida aytganimdek mana shu roza tutish, ochlik metodikalarini qilishimiz kerak. Chunki jigar qanchalik yaxshi ishlab beradigan bo'lsa, qonni shunchalik tozalab beradi. Keraksiz toksinlar, axlatlarni chiqarib yuboradi. Bu o't qopiga tushadi. O't qopidan bu safroga aylanib, ichakdagi keraksiz hamma narsani yo'qotishni boshlaydi. Misol uchun ro'zada o'zimizda ham kuzatamiz-ku, birdaniga boshda nima bo'lamiz? Oson gullab iftorlikka somsa, salat, ovqatlar tayyorlab olamizda, yesak mana shuncha narsa yeymiz xolos-da, bo'ldi, qorin to'yib qoladi. Oshqozonim kichayib ketdi deymiz-ku, mana shu holat. Ya'ni asta-sekinlik bilan shu narsaga o'tadigan bo'lsak, tana o'zini o'zi qaytadan tiklashiga imkon yaratib bergan bo'lamiz. Bu ochlik metodikasi tanani qayta yangilash, ya'ni molekulalar, hujayralar o'zgarishiga juda keskin ravishda yordam beradi. Ya'ni bu bilan nima demoqchiman? Sizda jigaringizda muammo bormi, oshqozonda muammo bormi yoki saharlik diabetingizda muammo bormi? Yuqoridagi aytadigan narsalarni qiladigan bo'lsangiz, tana o'zini o'zi tiklashi, o'zini o'zi yangilash imkoniyatini qo'lga kiritishi mumkin. Faqat biz unga to'g'ri yo'nalish berishimiz kerak. Yana undan tashqari amal qilishimiz kerak bo'lgan narsalar, qattiq yerda yotishni yo'lga qo'ying. Biz nimaga o'rganganmiz? Yumshoq yerda yotamiz, yumshoq mazza qilib. Yo'q, biz qattiq yerda yotishni boshlasak, bu tanamizga ancha foydali bo'ladi. Bo'g'im kasalliklaridan qutulishimiz oson bo'ladi. Sintetik kiyimlardan imkon qadar voz keching.
sintetik narsa kiymang, paxta matoli yoki yumshoq matolar boshqalar bor, shularni kiying. Sintetik narsalar bizni tanamizga ziyon keltiradi, zarar yetkazadi. Shuning uchun ulardan imkon qadar voz kechishimiz kerak. Va undan tashqari sabzavotlar, mevalarni yeyishni yo'lga qo'ying. Ko'p insonlarni kuzataman, aytaman-da, deyarli har doim aytaman, nimani aytaman? Har bir faslda Alloh taolo bizga go'zal holatda mevalarni o'zi tartiblab qo'ygan pishish jarayonlarida. Lekin biz xafa bo'lmang, mana o'sha kuzni oxiri, o'rtalariga keldik. Portoqol yedingizmi? Ya'ni xurmo yedingizmi? Yo bo'lmasa anjir yedingizmi? Behi yedingizmi? Anor yedingizmi? Tushuntira olyapmanmi? Ko'p narsalarda bitta-ikkita yedik-da bo'ldi, shu bo'yicha yemadik. Men misol uchun mana anjir bir dona yebman, yegan bo'lsam, bo'lmasa yeganim yo'q. Oddiy misol o'zimdan keltiray. Ya'ni biz Alloh taolo berib qo'ygan tayyor ne'matlarni yemasdan kasallikka duchor bo'lyapmiz-da. Mana shu uyimizda pishayotgan mevalarni har faslda nima pishdi? O'shani mazza qilib qo'yishni yo'lga qo'ying. To'yib keyin. Mazza qilib yeyin. Ana shunda tanadagi holat o'zgarish boshlaydi. Misol uchun anor qon, jigar faoliyatini yaxshilaydi. Anor jinsiy organlar uchun eng katta foyda beradigan holat hisoblanadi. Mana hozir xurmo pishdi. Bo'qog'i bor yoki tomog'ida muammosi bor, yod kamchiligi bor insonlar uchun xurmo, ya'ni portoqol xurmo juda ham katta foyda beradi. Iste'mol qiling, mazza qilmaysiz. Uni o'rniga tabletga yuguryapmiz, boshqa yuguryapmiz. Mana shularni to'g'rilashimiz kerak. Sabzavotlarimiz uchun sabzi, bolgarskiy desam ko'pchilik, bolgarskiy ham deydi. Baraka topgur, bolgarskiy tanani tekizlaydi. Tirishlaringizni, ajinlaringizni yo'qotish holatigacha olib boradi. Bolgarskiy juda ko'p narsaga ega. Karam, oshqovoq, ismaloq, juda ko'p sabzavotlar bor. Faqat biz ularni iste'mol qilishni kamaytirib qo'yganmiz xolos. Mana shularni ham hayot tartibimizga kiritib oladigan bo'lsak, juda katta tanada o'zgarishlar bo'ladi. Bir narsaga e'tibor qiling, diqqat bilan tushunib oling. Bularni doim och qoringa ovqatdan oldin yeyish bu sizga katta foyda beradi. Ana shunda bizga kerakli bo'lgan ozuqani olishni boshlaymiz. Va eng asosiysi chaynab yeyishni unutmang. Biz nima qilamiz? 1 marta, 5 marta, 6 marta chaynaymiz, bo'ldi, yutib yuboramiz. Baraka topgunlar. Tilni tagida neyronlar. Bu neyronlarning vazifasi nima? Bu neyronlarning vazifasi oshqozonga tushayotgan ozuqani qanday gormon tushayotganini, senga mana vitamin tushyapti, tayyor tur, oshqozon deb turib axborot yetkazib berish kerak. Biz nima qilyapmiz? Axborot yetishib ulgurmayapti bu. Nima bor? Unga chapga qarayapti, shu yerda yeb yuboryapmiz, bo'ldi. Hayron qolyapti, oshqozonim tushunmayapti. Ya'ni ko'proq chaynashimiz evaziga birinchidan so'lak bezi ko'proq ishlab chiqadi. Hazm bo'lish oson bo'ladi va mana bu yerda neyronlarimiz orqali oshqozonga tushayotgan vitaminlarni kerakli joyga yetib borishini ta'minlashimiz oson bo'ladi. Shuning uchun chaynab yeyishni yo'lga qo'ying. Irsiy a'zolar va tiroid bezlarini yaxshilash uchun esa nima qilishimiz kerak? Birinchi navbatda misvoq ishlatishni yo'lga qo'ying. Birinchidan sunnat, ikkinchidan juda katta foydali holatlarga ega. Undan tashqari saunalarga borish. Agar saunaga borish imkoni bo'lmasa, uyda issiq vanna qilishimiz kerak. Hozirgi kunda juda ham kerakli bo'ladigan jarayon bu. Undan tashqari ayollarimizga tegishli bo'lgan mavzu parfumeriya mahsulotlaridan imkon qadar voz kechish. Bu tanani ozuqa kirish manbalarini yopib qo'yadi. Ya'ni kislorod aylanmasiga, hujayralarning yaxshilanishiga juda katta keskin ravishda qattiq, nima desam bo'ladi, dushman, haqiqiy dushman. Bu sizni tanangizga tez ajin tushishiga, tez qarishingizga sabab bo'lishi mumkin. Shuning uchun parfumeriya mahsulotlarini kamaytirishni maslahat beramiz. Va undan tashqari diqqat bilan tushunib oling, hozirgi kunda to'g'ri hammamiz ichadigan gazli suv ichimliklari imkon qadar cheklaning. Bo'lmam kola, Pepsi, ketdi. Hamma shakar qo'shilgan har qanday gazli suv bu sizga zarar. Iching, oddiy gazli suv iching. Maza qilib iching. Uni ham qachon oshqozon dam bo'lganda iching. Ana shunda sizga yordam beradi. Qolgan vaqt ichish tavsiya qilinmaydi. Bir narsani tushuning. Tanada yog' to'plovchi har qanday ozuqa siz uchun dushman. Shuning uchun yeyotgan mahsulotlaringizga e'tiborli bo'ling. 2003-yilda Amerikada 60 million inson mana shu xom semizlikdan aziyat chekdi. Hozirgi kunga kelib esa bu holat 10 baravargacha oshib ketdi. Tushuntira olyapmanmi? 10 baravargacha. Bu degani nima degani? Bu degani dunyo aholisini juda katta qismiga o'sha semizlik oddiy narsaga aylanib boryapti. Juda ko'p insonlarga. Va undan tashqari, ya'ni tarkibi o'zgartirilgan ozuqalar juda ko'payib ketyapti. Hozir xafa bo'lmang, qachon uyda
3 mahal ovqat yedingiz bir hafta davomida yoki bir kun davomida. Deyarli har kuni yoki ora kunda qayerdadir ovqatlanyapmiz, qayerdadir ovqatini yeyapmiz. Yarim tayyor mahsulotlar uyimizda, ya'ni o'zimizni tabiiy ozuqalarni yeyishdan ancha cheklanib qoldik. Va buni hisobiga hozirgi kunda GMO, ya'ni tarkib o'zgartirilgan ozuqalar juda ham ko'payib. Hozirgi kunga kelib bu daraja juda katta yuqori darajaga chiqib ketyapti, o'sib ketyapti. Ya'ni ishlab chiqarish, ya'ni yarim tayyor mahsulotlarni ishlab chiqarish. Biz shundan foydalanyapmiz va xom semizlikni o'zimizga qabul qilib, tezroq qarib, tezroq kasallanib va davolanib yuribmiz. Baraka topgir, bir narsani tushuning. Tanani boshqarish bu o'z qo'lingizda. Kelajagingiz ham o'z qo'lingizda. Ertangi kuningiz ham o'z qo'lingizda. Buning uchun nima qilish kerak? Buning uchun bugundan boshlang, hozirdan boshlang. Kerakli narsalarni hayotingizdan chiqarib yuboring. Kerakli narsalarni qabul qiling va o'zingizga kerakli bo'lgan insonlarni toping, maslahatini oling. Hamma narsa o'zimizning qo'limizda. Men doim aytaman, qayta va qayta aytaman. Davosi yo'q kasallikning o'zi yo'q. Faqat davolanishni xohlamaydigan kasalliklar bor. Shu kursimizda bitta voqea bo'ldi. Eng qizig'i xolasini bilan xola kelgan, opasi kelgan, opalar kelgan, opa-singil и opani singli qizi kelgan. Xolavachcha. O'g'limi qizi keldi. Xolasi 5 kunlik muolaja oldida o'zgarish bo'lyapti, lekin o'zgarmayapti. Ben menga dori kerak degan narsa bilan. Lekin 3 oysi kelgan men bilan gaplashib o'tirsa aytayaptiki, rahmatulloh deyapti, meni opam deyapti, to'g'risi harakat qilishni xohlamaydi. Shu yotsa-yu, ukol qilsangiz tuzalib qolsangiz. Shunaqa insonlar toifasiga kiradi. Harakat qilishni umuman xohlamaydi. Ko'rib turibman, mashg'ulotlarga chiqmayapti, boshqa qilmayapti. Shu yotsa-yu yaxshi bo'lib qolsa deydi. Qaniydi inson yotsa-yu, ukol qilsa-yu, qilarsa-yu zo'r bo'lib kelsa, qaniydi bu? Afsus, bunaqasi bo'lmaydi. İnson o'zi harakat qilish kerak, o'zini ustida ishlash kerak, tiklanish kerak, mehnat qilish kerak. Ana shunda tana o'zgarishni boshlaydi. Tushunib olyapmanmi? Hamma narsa o'z qo'lingizda. Harakat ham o'z qo'lingizda. Sog'lom bo'lish, baxtli bo'lish hammasi o'zingizning qo'lingizda. Faqat nima qilishimiz kerak? O'zimiz harakat qilishimiz kerak, o'z ustimizda ishlashimiz kerak. Bizga nima kerak, kerak emasligini o'rganishimiz kerak. Bitta qo'pol narsa tushuntiraman. Yaqin dugonangizni qizi necha marta ajrashdi yoki mahalladagi kimdirdi uylandimi, uylanmadimi, o'qishi nima bo'ldi, dadasi Rossiyada nimalar qilib yuribdi, hamma ma'lumotga egasiz-ku. O'zingizning tanangizga nimalar kerakligi haqida qiziqib ko'rmaysiz. Nima uchun? Baraka topgur, sizni hayotingizda baxtli bo'lishingizga sababchi bo'ladigan organlar mana shu. Ertaga biron bir yeringiz og'rib qolsa, hech narsa ko'zga sig'may qoladi. Keling o'sha narsaga, o'sha darajaga bormasdan hozirda o'zi shuni oldini oling. Ko'pchilikka aytaman-da, kasallikka siz vaqt ajratmasangiz, bir kun shunaqangi majbur qiladi, yotib olib shu kasallik bilan olishishga majbur qiladi. Shuning uchun kasallikka vaqtida vaqt ajrating. Pul, vaqt, ish topiladi. Sizning kasalligingiz tobora kuchayib ketaveradi agar vaqtida davolamasangiz. Shuning uchun hozirdan boshlab o'z ustingizda ishlang, o'zingizni taningizni davolang. Bizni kuzatishda davom eting. Ma'lumotlarimiz yoqqan bo'lsa, yaqinlaringizga ulashing. Kommentariyada yana qanday fikrlaringiz bor, izohlaringiz bor yozib qoling. Aytgancha, bizning manzil juda ko'pchilik so'rab yozyapti ekan. Bizning manzilimiz Andijon viloyati Asaka shahrida joylashgan. Biz bilan bog'lanmoqchi bo'lsangiz, quyidagi nomerlarga telefon qiling va biz bilan albatta bog'lanasiz. Savollar bo'lsa marhamat. Yana qayta ko'rishguncha sog' bo'ling.